Assalomu alaykum hamshirlar. Mana bugun Eshon qabristonida hashar edamiz. Endi esdalik uchun bu videoni olyapman. Xudo xolasa bu video mana shu Urganjilla kanaliga jo'lanadi hammasi. Ana o'zi odamlar kelishni boshlayapti. Bu ish har doim sodir bo'lmoqi kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam islomning avvalida odamlar qabrga sig'inib yotganlari uchun tavhidga joylashtirish uchun qabrni ziyoratdan man qilganlar. Hammani bir tekis, erkak ayollarni ham. Odamlar tavhidni tushunganlardan so'nggina endi fazulul qubura fa innahu tuzakkirul maut deganlar. Avil axira. Endi qabrlarni ziyorat qilaveringlar. Men avval sizlarni undan qaytargan edim. Endi ziyorat qilaveringlar. U sizlarga o'limni yoki oxiratni eslatadi dedilar. Ammo shu qabrning ziyoratda katta odob bor. Musulmon odam qabristonga kelgandami, janozaga hozir bo'lgandami, birinchi o'rinda o'zida mahzunlikni ko'rsatish kerak. Mahzun kayfiyatni, g'amginlik kayfiyatni ko'rsatmoq kerak. Kulmasdan kam gapirib, yerga qarab turish holatiga mahzunlik holati deyiladi. Qabristonga kelganda iloji boricha qabrlarni bosmaslik kerak. Qabrni bosgan odam qilichni tig'ini bosgani yoki cho'g'ni bosgani yaxshiroqdir deyiladi bizning matnlarimizda. Va iloji boricha dodvoy solib yig'lamasdan qabriston ziyorat qilinadi. Shuning uchun bizning mazhabda ayol kishini qabrlarni ziyoratiga ruxsati bor, faqat janoza vaqtida emas. Janoza kuni ular man qilingan sababi o'sha kuni musibatning avvalida ayollar dodvoy qilishadi, qabristonda ojizligini ko'rsatib qo'yishadi, ojizaligini. Janozadan boshqa mahalda odoblarga rioya qilib qabristonni ziyorat qilmoq mumkindir. Qabristonni obod qilishlikni noto'g'ri tushunmasligimiz kerak, birodarlar. Qabristonni obod qilish kerak deb uni saylgohga aylantira olmaslik kerak. Bugun biz qabristonlarimizni saylgohga aylantirib oldik. Aslida qabristonni ziyoratdan ko'zlangan maqsad o'limni eslash, oxiratni eslash. Qabristonga borgan odam oxiratni eslash kerak. Ko'zni oldiga o'limni va oxiratni, qiyomatni keltirish kerak. Saylgoh bo'lsa, u odamning ko'ziga oxirat yoki o'lim keladimi? Rohat, farog'at keladi. Bugun bizning qabristonlarimizga borsa odamning o'lgisi kelib ketadi. Bu yerda qilingan sharoitlarni ko'rib, qurilgan hovlilarni, uchastkalarni ko'rib, dabdabalarni ko'rib havas qilasiz. Aslida ular hammasi isrofdir. Hatto dafn qilinayotganda bir kishining ro'molchasi qabrga tushib qoldi. Qabr dafn qilindi. U ro'molcha kerak edi. Qabrni ochib, u ro'molcha olinadi egasiga. Bugun biz qabristonga nimalar ishlatmayapmiz? Bir kambag'alning uyi bo'ladigan narsani qabrga ishlatyapmiz. Aslida u ishimiz na mayitga foydasi bor, na o'zimizga foydasi bor. Turgan turishi zarar, mayitga azob bo'ladi, o'zimizga isrof yuzasidan bir gunoh bo'ladi. Shuni farqiga borish kerak. Oysha onamiz aytadilar: "Kuntu adkhulu bayti alladhi fihi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam." Payg'ambar yotgan uyimizga kirib turar edim. Bilasizlar, Payg'ambar sallam Oysha onamizni xonalariga dafn qilinganlar. Va anni wadi'un thawbi va aqulu innama huwa zawji va abi. Men u joyga ko'ylagimni yopinmasdan kirardim, boshimni yopmasdan kirardim. Chunki biri otam, biri zavjam edi. Biri erim derdim. Falamma dufina Umar ma'ahum fa wallahi ma dakhaltu illa wa ana mashduda ala thiyabi haya'an min Umar radhiyallohu anhu rawal Hakim. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslimning shartlariga ko'ra sahih deganlar Imom Hakim. Umar dafn qilingandan keyin Allohga qasamki, o'sha joyga Umardan hayo qilganimdan ro'molimga va kiyimga o'ralmasdan turib kirmadim deganlar. Umardan hayo qilib, qabr ahlidan hayo qilib, ayollarni qabristonga borishi ruxsat Hanafiy mazhabida. Lekin bugungi kundagi ayollarning borishini Abu Hanifa ayollarga ham keltirmagan. Bunaqa holatda borish agar bilinganda edi, mutlaqo man qilib qo'yilgan bo'lardi. Biz shu o'rinda isloh qilishimiz kerak bo'lgan asosiy katta masala ayollarimizni, mo'tabar zotlarimizni qabristonga borganda qabr ahlini qiynamaydigan qilib borishlarini o'rgatmoqimiz kerak. Ular avratlarini ochib borsa, boshini